Baş he. Oğlan mı he? Her çoktu Hasan'ni işip çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni qarg'ib oldi kezlari. Dadam dixon ya deriydi, men agashkuchi, ani qarang, etizliqda ketmanning kuchi. Haga shim qo'shilsa, hashim bo'ladi. He aha she ishi meshim hashim. Huga run qo'shilsa, hurun bo'ladi. He u hu re uru nerun hurun. Mehqa man qo'shilsa, mehmon bo'ladi. Me e me he meh me ama neman mehman. Bağa har qo'shilsa, bahar bo'ladi. Be aba he aha re har bahar. Mehqa nat qo'shilsa, mehnat bo'ladi. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He aha se asa ne san hasan. He ü hü se asa ne san hüsan. He aha re ara hara. Ta re te tar te iti tarti. Hasan Hüsen hara tarti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Qoldirin. Ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar. Harakatda barkat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirlar. Qoldirin, tez ishlanglar. Yarataqa bu yog'ochlarni uyga oldirgan gap. Cho'qim bo'la, aka, men de yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Ay, bu bolniza qachon bu gapinglar? Qoldirin, uyga borgandan keyin ozroq damayli bilib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab yog'ochlarni kashda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Dadasi uyga kirsilar, uyda mehmon bor. Har az Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku, ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har tat berib ketdi. Ular birdan aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngchi bilinglar. Abba! Abba! Harcha qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'lda o'ynayotdim, bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam.